Navbatdagi o'rnatish jarayonimiz Namangan viloyati Chortoq tumanidagi sanatoriyani ro'parasida ko'chamizdagi ikkinchi manziliga o'rnatib berdik. Mana ish jarayonimiz bitdi. Darvozamizni bo'yi 2.40 ga, eni 3.40 bo'lgan ish jarayonimizni mana yakunlab egalariga pultini topshirmoqdamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Darvozalar qulluq bo'lsin. Shu vaqt bo'ling. Sizlarga ham. Bizni kuzatayotganlarga shu darvoza haqida o'z fikringiz. Endi pultli darvozalarni avvalambor assalomu alaykum tarmoq foydalanuvchilari. Biz shu tarmoqdan reklamasidan foydalangan holatda shukrulloh pultli darvozalarni ko'rdik. Ma'qul keldi. Narxlari va ish jarayonlari, sifati shunga qarab buyurtma qildik. Shukrulloh darvozalarga ko'rganingizda ko'ngildagidek kelib chiqdi. Ishlariga gap yo'q, akkuratni, ishlashlari, sifati, garantiyasi joyida. Men ham sizlarga tavsiya qilaman, Shukrulloh pultlardan qo'yishinglarni, xonadoningizga chiroyli faol berishini tarafdoriman. Rahmat sizlarga. Qulluq bo'lsin aka. Qulluq. Har qanday uy dizayneriga, fasadiga bejirimgina, shinamgina bu avtomatik darvozalarimiz joy tanlamas darvozalardan buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz yoki darvoza haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasiz, batafsil ma'lumotni telefonda berib o'tamiz.